Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar Qo'qon bozoridan obzorlar ko'ryapsizlar. Men sizlarga optim narxlarda arzonroq narsalarni ko'rsatishga harakat qilaman. Iloji boricha narxlarni aytib o'tkazishga harakat qilaman. Ko'pchilik narxini ayting, kommentariyada qo'llab-quvvatlab bironta izoh qoldiringlar, obuna bo'lib qo'yinglar, poddershka qilib layk bosish esdan chiqmasin. Bo'lmasam biz boshladik. Hozir men sizlarga birin-ketin mana shu turgan juda ham ko'p assortimentlarimiz bilan tanishtirishni boshlayman. Bizda hozir aksiyalar juda katta aksiyalar ketyapti. Eng kami narxlar 5 mingdan arzonlashdi, 5 mingdan. Bo'lmasam 10 ming, 15 ming, 20-30 minglab arzonlab ketgan narsalar bor. Masalan, teng yarmiga tushganlari ham bor. O'shuning uchun videoni ko'ryapsizmi? Sirazi Telegramdan o'tib yozinglar. Assortiment bundan ham ko'p. Bu yerda hozir O'zbekiston tovarlar ko'rsataman. Xitoy bor, keyin Turkiya, koreyskiy tovarlar ham ozroq-ozroqdan bor, lekin ko'proq qismi Xitoy bo'ladi. Xitoy tovarlar bo'ladi. Hozir hammasini tanishtirib o'taman. Hozir bo'lmasa boshlaymiz. Qaranglar. Men sizlarga mana bu yerdan boshlayman. Lotkani ko'pchilik yaxshi ko'radi. Lotkalarimiz narxlari mana bu yerdan boshlab ketaveradi oxirigacha 39 ming so'mdan. Oxirigacha 39 mingdan. Mana unisi narxi 3-4 ming so'm balandroq chiqadi. Buni yangilik kelgan bular endi narxi bilan yozib gruppaga tashlab qo'yamiz. Mana shu yerda kanal bo'ladi. Kanal yoki nomer qoldiraman. Iloji bo'lsa telefon qilmasdan shunday Telegramdan o'tib turib kanal deb yozsangiz men sizga tashlab beraman. Prosta shunday nomerimni saqlanib qilinglar. Shunday nimadan Telegramdan kanal degan so'zni yozsangiz bo'ldi. Shu. Lotkalar bilasizlar, o'zi bu hit bo'lgan. Hamma yaxshi ko'radigan nima? Ko'pchilik tigr aralashishni yaxshi ko'radi. Skromniy oladiganlar, qora ham bunaqalar. Vibrlar sirop, juda ham ko'p vibrlar bor. Bu bitta qismi. Kanalimizda bu 90%dan bir 10% mana shu yerda hozir ko'rib turganlik. Bular kalon 39 dan shularimiz. Keyin bular ham shunaqa. Ya bularimiz, buni ikki xil varianti bor. Buni 33 mingligi bor. Keyin mana shu 40 mingligi bor buni. Ikki xil variant, lekin ikkovsini ham sifati bir xil. Prosta tak bizda ikkita uchta zavodlar bilan ishlaganimiz hisobiga kimdir arzonroq qilib beradi, narxini tushirib beradi, aksiya qilib yuboradi, kimdir eski narxda ushlab turadi. O'sha hisobiga shunaqa bo'lib qolishi mumkin. Kelasi ham sifati yaxshi. Kimga qiziq bo'lsa yozsalang. Mana ulardan bor mana masalan. Bular ham 39 ming so'mdan, vaqti zo'r narsa. Bu 36 dan 40 gacha bo'ladi. Hamma ko'rsatib turgan tovarim 36 dan 40 gacha 5 talik bo'ladi. O'zbekiston tovari ko'proq 5 talik bo'ladi. Hamma razmer bittadan chiqadi. 36, 37, 38, 39, 40 bittadan chiqadi. Xitoy tovarda xadovoy razmeri ikkita bo'ladi. 38 yoki 39 ikkita chiqadi. Buni razmeri shunaqa. Narxi 39 ming so'mdan, rasvetkasi ko'ringlar, hammasi bir-biridan chiroyli, hammasi xadovoy. O'ylanmasdan lo'boyni olsalaring sotilib ketadigan tovarlar. Skromniy xohlagancha qora, korishniy hammasi o'ta skromniy, bir-biridan chiroyli. Yoshi qariga yoqaveradi bu. Mana bu yerda zo'r tomoni podyomli oyoqqa ham tushaveradi. Oyog'i podyomli bo'lsa ham tushaveradi, podyomsiz bo'lsa ham tushaveradi. Bu odamga to'g'ri kelaveradi. Keyin mana bunaqalarni ham 35 ming so'mdan rasprodaja qilganmiz. Bularni 44 ming, 45 ming, 50 ming, 55 minggacha sotganmiz. Hozirda mana shunaqalar 35 ming so'mdan bor. Endi bu guli bo'lmasa ham boshqa guli bor. Bular sal narxi balandroq chiqadigani. Buni ham o'sha arzoni bor. 10 pachgacha qolgan, 35 dan berib yuboramiz. Keyin mana bular bor mana. Bularimizni ham arzonroq qilib beramiz. Hamma narxlar, asosiy narxlar Telegramda bo'ladi. Mana uni ham 29 ming so'mdan rosa sotganmiz. Hozirda bor yana. 30-40 pachgacha bor. 30-40 pachgacha. Sotib buni tugatdik, yana yangi partiya chiqib qoldi. Mana shu ikki xil svetidan, boshqa svetlari ham bor, ochrog'i. Yana bir ikkita xil bor edi, lekin mana shu ikkita xadovoy svetidan topib qo'ydik. Ko'pchilik so'ragancha shulardan bor. Mana ularimiz bor mana 42 ming so'mdan. 42 ming so'mdan hozirda beryapmiz. Buni ham 1-2 pachkaga ko'proq olsalar tushib beramiz. Buni ham 50-60 pachkadan chiqardik buni. Katta ob'yem oladigan klientlarimiz olishdi bundan. Bundan yana 1-2 xilidan olindi. Shu mana bunaqa tovarlarimiz bor mana 50 ming so'mdan, 50 ming, 55 mingdan chiqadi narxi bular. Shu 5 ming ag'a-bag'a bo'ladi. Shu bunaqalar bu mana. Brendli, to'qali. Videolarimiz yoqib turgan bo'lsa, обязательно like bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Poddershka qilib yuborsangiz bizga foydali bo'ladi. Videomiz ko'proq odam ko'radi. Kimdir biznes boshlamoqchi bo'lsa, biz tufayli boshlab qolinsa, biz ham xursand, ular ham xursand. Bu ham sifatlari zo'r, 75 mingdan. 75 dan bular. 75 ming so'mdan olishlar mumkin. Bu ham mana yaxshi narsalar hammasi xudo xolasa uyaltirib qo'ymaydi. Kelilariga javob beramiz. Mabodo birak qanaqadir narsa bo'lib qolsa,
biz almashtirib boshqatdan chiqarib beramiz. Yo'l kirolariga o'zimiz to'laymiz. Undan bexijolat. Lekin bunaqa birak degan narsa juda ham kam. To'g'ri, ishda xato bo'ladi. Xatosiz ish bo'lmaydi. Birak tovarlar har xilda chiqib qoladi. Masalan, 50-100 pachka sotganimizda bitta ikkita chiqib qoladi, lekin uni ham yo sraz agar kelib baqa ketishi qimmatga tushib ketadigan bo'lsa, pulini to'lab beramiz. U tovar ham birak tovar ham qolaveradi yerda. Xolagan ishni xolasalar o'zlari kiyib yuborishadi, xolasalar nimadir. Shunaqa. Undan muammo yo'q. Kanalimiz bu sohada bir 4-yil ketyapti, xudo xolasa. 4 yildan beri shu ishda tajribaga egamiz. Mingdan oshiq klientlar bilan ishlaganmiz. Hammasini qo'limizdan kelgancha rozi qilishga harakat qilganmiz. Shu. Podдержка qilib olinglar, kanalda qolinglar. Do'stlaringga ham jo'natib qo'yinglar. Iloji boricha kanalga a'zo bo'lib qo'yinglar. Bu yerda narxlar turgan bu. Hammasi narxi bo'ladi yerda. Narx nechi pul deb yotmaysizlar. Shunda o'tsanglar o'sha yerda hammasi narxi bilan chiqqan bo'ladi. Mabodo yerda bittagi narsani gruppadan topolmasangiz, shu videoga shunda kiringlarda skrinshot qilib olib turib menga tashlab bersalaring, men sizlarga chiqarib beraman. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, aloqadamiz. Nomer qoldiraman, Telegramdan o'tib yozinglar.